Qashqadaryolik erkak Rossiya Federatsiyasida haqiqiy qahramonlik ko'rsatdi. Gap shundaki, Xayrullo Ibodullayev ismli viloyatdoshimiz Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulayotgan yosh bolani ko'rib qolgan va bir zum ham ikkilanmay o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan holda yordamga oshiqqan. Keyin esa tezkor va dadil harakat bilan qulayotgan bolani ushlab qolgan. Ushbu qahramona sa'y-harakat yuksak e'tirof etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga binoan Xayrullo Ibodullayev jasorat medali bilan taqdirlandi. Bundan tashqari unga 1 million rubl, ya'ni o'zbek so'miga hisoblaganda taxminan 160 million so'mga yaqin miqdordagi pul mukofoti topshirildi. 1989-yilda Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida tug'ilgan Xayrullo Ibodullayev oilali va 4 nafar farzandning mehribon otasi hisoblanadi. Yurtdoshimizning bu jasorati nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiyada ham keng jamoatchilik tomonidan olqishlandi va katta hurmatga sazovor bo'ldi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.